Esnaka ko'pchilikda shunday fikr bor, ayollarning testdan o'tish qiyin, avtotestdan, pravo olish qiyin degan. Shu gaplar rostmi? Akbar aka, bu gaplar yolg'on. Ayollarimiz nazariy darslarga hammadan tez tayyor bo'ladi, yaxshi o'zlashtiradi. Lekin amaliy darslardan biroz qiynalishi mumkin erkaklarga nisbatan. Amaliy darslardan qiynalmaslik uchun bizlarda amaliy darslar ham yo'lga qo'yganmiz. Bemalol kelib ayol kishilarimiz nazariy ham amaliy darslarni tayyorlansalar bo'ladi. Bizlarda ancha kelib hali haydovchi guvohnomasini qo'lga kiritmagan ayolning o'zi yo'q. Kelganlarning hammasi 100% haydovchi guvohnomasini olgan. Lekin har kim har xil vaqt oladi. Ko'pchilik ayollarimiz hukumat ishida bo'lgani uchun biroz vaqtlari ishga nega chalg'ib, ko'proq vaqtda tayyor bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin o'quvchilarim uchunda shundaylar bo'lgan, 10 kun, bir haftada tayyor bo'lgan o'quvchilarimiz ham bo'lgan, bir haftaning ichida haydovchi guvohnomasini qo'lga olgan o'quvchilarimiz ham bor. Agar sizlarning tanishlaringizda ana shunday haydovchi guvohnomasi uchun o'qidi qog'ozi qo'limda bor, lekin qo'rqib yurgan tanishlarimiz bo'lsa, bizning direktorimizga yozsanglar bo'ladi, yo bir ham telefon nomerlariga xabarlashinglar. Yo bir ham ana shu videoni shunday tanishlaringizga yuborib qo'ysanglar bo'laveradi.